Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunning burnusida bir boy bundoq tush ko'ribdi. Tushida tog'lar o'rilib tushibdi. Daryolardagi suvlar qurib ketibdi. Hovlisidagi gullarmi qurib ketibdi. Boyning ayoli boyning tushini anglagandan keyin, "Voy yomon bo'pti, bak yomon tush ko'ribsiz. Qarang, tog'ning o'rilib tushgani, mol-besotimizning yo'q bo'lib ketadiganligini, daryo suyining qurib ketgani, oilamizning vayron bo'ladiganligini, gulning qurib ketgani, o'zlarining umrining oxirlashadiganligini bildiradi emasmi?" deb yig'lashga boshlabdi. Boy ayolining deganlarini anglagandan keyin bakmi qayg'uribdi. Hatto o'rin tutib yetib qoldi va ahvoli kundan kunga og'irlashib ketibdi. Boyning o'rin tutib yetib qolganligini anglagan apandim boyni yo'qlab ketdi va bo'lgan ahvolni so'rabdi. Boyning ayoli boyning tushini apandimga so'zlab beribdi. Apandim boyning tushini anglagandan keyin mundoq debdi: "Voy boy begim, nihoyat yaxshi tush ko'ribsiz. Qarang, tog'ning o'rilib tushgani qalbingizdagi g'am andishalarning yo'qoladiganligini bildirdi. Daryo suyining qurib ketgani sizga keladigan baloyi ofatlarning kelmaydiganligini bildirdi. Gulning qurib ketgani bo'lsa, uning meva beradigan vaqti bo'lganligini bildirdi emasmi?" debdi. Boy apandimning gapini anglagandan keyin o'zini nihoyat yenik bo'lib qolgandek his qildi va bara-bara salomatligimi asliga keldi. Mana bu aktiv ruhiy holat bilan passiv ruhiy holatning odamga ko'rsatadigan ta'siri. Amaliyotda hamma odam o'xshash, faqat o'xshamaydigani ularning turmushga qanday ruhiy holat bilan qaraydiganligida.